Mana uni kirligini qarang bor-ku. To'g'risi dehqonni o'zidan kelib qoldi. Hech qanaqa ustiga qo'yilmagan, boshqa qilmagan. Narxi вообще qulay bo'ldi xullas. Agar taxmin qilib turing, taxmin qilganingizdan narxini arzon aytadigan bo'lsam, keyin like bosib obuna bo'lib qo'yasiz. Agar mabodo qimmat aytadigan bo'lsam, kommentga qimmat aytding, qimmat qo'yibsan deb yozib qo'yarsiz bemalol. BYD Xanni bunaqa narxda men qo'ymaganman, menimcha boshqalar ham qo'ymagan. 2020-yil 210 ming probeg. Yomkisdan tekshirtirganda kuzda 89 chiqqanda, yaqin orada tekshirtirmaganman, lekin o'sha 450 yurib beryapti bemalol deyaptilar. Xullas, menimcha 605 taligi bu, lekin 450 500 yurib beryapti ekan. 360 kameralar, beskulchoy displey, slipoy zonalar, abduf, abagrev, xullas elektropaket o'rindiqlar, panorama lyuklargacha bor. Menimcha BYD Xanni OLXdan qidirib ko'ring, avtoelolardan qidirib ko'ring, bunaqa narxda topa olmasangiz kerak. Kraskasi top-tozasini ayniqsa, narxi o'ta ham srochniga $17,000 bosib olsangiz bo'ladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Shunchaki bosib olasiz, nomerlarni pastga qoldirib qo'yaman.